Menga qara, bunga necha benzin quyapsan? Har xil 98-100. Voy, o necha pul ketyapti? Primerda 1 milliondan de haftasiga. Voy, hozir 3 million, yiliga 43 million. Voy, вообще minusdasan bu. Sotib yuboraymikan nima deysan? O, yiliga bitta mashinani pulini ishlatib qo'yasan. O'yla, bu hammasi minus. Afsus. Valla, короче, ishkanlarga mahalladagilikka otib ketdi. O'shamiz bu. Stop. Yo, men bormayman, bolalar, o'zingizlar bemalol, a? Nega? Hozir ishkalga borsam, kalta yeymanmi? Keyin doktorga boraman. Doktor dori yozib beradi. U menga katta minus, kechirib qo'yasizlar. Keyin ishdan ham haydab yuborishsin-a, mana. Bu ham menga minus. Uzr, bolalar bemalol. Voy, qayerga borasan unda? Qizimni oldiga boraman. Qizingning nima pluslari bor ekan shunchalik? Hozir Yandex Go chaqiradigan bo'lsam, ballarim bilan to'layman. U plusmi? Plus. Keyin taksidaman, Yandex Muzika eshitib ketaman. Plusmi? Plus. Agar qizim bilan kitob yoki kino ko'rmoqchi bo'lsak, Kino Poisk bor yoki Yandex Books bor. Plusmi? Plus. Keyin eng qizig'i, Noir Nabiyev o'zini podpischiklariga promokod beryapti. 45 kun Yandex Plusdan tekin foydalansa bo'ladi. Katta plus. Bo'pti. Ya o'zi urishingiz xatonab kerak emas. Mashinani zavatib qo'ydim mana. San jo'lan urush bo'lmasa. Aniq uchiylik yo'llari. Yo, o'shiylik. Nimani urishasan?